Soya izidan. Tergovchi qotillik sodir bo'lgan xonaga kirdi. Jasurning yonida bitta qonli qo'l izi va qurbonning kaftida mahkam qisilgan tillatish bor edi. Bu kimniki bo'lishi mumkin? So'radi sherigi ajablanib. Tergovchi beixtiyor tilini tekshirdi. Tunda tushida qattiq og'rigan jag'idagi bo'shliqni his qildi. Uning o'z tillatishi yo'q edi. Birdan devordagi oynada o'z aksini ko'rdi. Ko'ylagi yengi butunlay qon. U tuni bilan qotilni emas, o'zining qonxo'r ikkinchi qiyofasini qidirib yurganini angladi. Sherigi eshikni sekin qulfladi. Endi o'zingni qamoqqa olasanmi yo buni ham yashirasanmi, sherik?